Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlarga o'rdak boqish bo'yicha maslahatlar beramiz va bularni etap-etap tushuntirib beramiz. O'rdak boqishdan qo'shimcha biznes qilishni tushuntirib beramiz. Hop, o'rdak boqishda birinchi etap ular uchun yaxshi katay tayyorlash. Ulardan bittasi yaxshi katay uchun albatta o'rdak uchun suv kerak. Mana bunaqa qilib yayrab cho'milish kerak. Yozuvchi shunga o'xshash hovuzchalar qilish maslahat beriladi. Yoki bunga o'xshagan tog'orlar qilsak, shunga o'xshab maza qilib yayrab cho'milishadi. Hop, bu bir. Asosiy kerakli narsa suv. Suv bo'lmasa bular ko'payish jicha qiyinroq. Keyin tuxumlashga ham ancha foyda beradi suv. Keyin har bitta nechta makon olmoqchi bo'lsangiz, shuncha shu makon sonicha bularga o'xshash kichkina inlar qilasiz. Bu asosan tuxum qilish uchun, tuxum qo'yish uchun va shu joyga o'z tuxumlarga tegmasangiz, o'zi kulki bo'ladi. O'zi uchun alohida joy tayyorlab. Hop, keyin iloji boricha o'rdaklarni kattaroq hovli bo'lsa, shunda boqish tavsiya etiladi. Chunki bu kattaroq hovlilar uncha sasishga qiyin bo'ladi. Agar kichkina hovlida baqsangiz, yoz mavsumida bularning hidi jicha o'tkirroq bo'ladi va sizlarni qiynashi mumkin, hidi sassiqroq bo'ladi. Boshqa mavsumlarda uncha hidlanmaydi. Keyin asosan yoz mavsumlarida bu yerga o'xshash salqin joyi bo'lish kerak. Asosiy salqin joyi bo'lish kerak. Inshaalloh. Shunga o'xshash kataylarni qilib boqsangiz bo'ladi. Asosan qancha katay katta bo'lsa, shuncha ular uchun yaxshi. Hop, bizlarni kuzatib boring. Biz sizlarga o'rdak boqish bo'yicha yaxshi tavsiyalar va ma'lumotlar beramiz. Inshaalloh keyingi etapda o'rdakning yoshini aniqlash va ko'paytirish uchun qanday o'rdaklarni tanlab olish, hop, qanday qilib erkak makonlarni ajratish, o'zi ko'pchilik bo'lsa ajratishni o'rgatamiz. Bizni kuzatib boring. Biz sizlar bilan rivojlanamiz inshaalloh. Biz yangi YouTube kanali ochdik. Inshaalloh sizlar bizni qo'llab-quvvatlasangiz, bizning asosiy maqsad O'zbekistonda parrandachilik va go'sht, pokiza va halol go'sht yetkazib berishni rivojlantirishni xohlaymiz. Bizga obuna bo'ling va